Infarkt va insult kasalligida qon suyultiruvchi dorilar qanday yordam beradi? Qo'limda ikkita aspirin. Biri oddiy, ikkinchisi ustida maxsus qobig'i bor. Oddiy aspirinni ichganimizda u 20-30 daqiqa ichida oshqozonimizga tushib, kislota ta'sirida erib, qonga so'riladi va o'z effektini boshlaydi. Avvalgi aspirin bo'lsa 2-3 soat ichida ichaklarga yetib borib, maxsus fermentlar ta'sirida parchalanib, qonga o'tadi va o'z ta'sirini boshlaydi. Demak, ikkisining asosiy farqi ta'sir qilish vaqtini boshlanishida va oshqozonga bo'lgan ta'sirida. Oshqozonida yarasi bor bemorlar oddiy aspirinni ichganida ularni oshqozonini ortishi, yarasini yana qo'zishi mumkin. Avvalgi aspirinda esa bu xususiyat kamroq. Aspirin organizmga qanday ta'sir ko'rsatadi? Normada bizning qon tomirlarimiz ichida trombotsitlar deb ataluvchi hujayralarimiz mavjud. Bu hujayralarning vazifasi qachonki bir joyimizni kesib olib, qon ketayotgan bo'lsa, o'sha joyga borib, aytaylik, mana bu bitta trombotsit hujayrasi bir-biri bilan yopishib tromb hosil qiladi va o'sha qon ketayotgan qon tomirini yopib, qon ketishi to'xtaydi. Tromb normada insonga kerak, lekin shunday kasalliklar bor. Misol uchun, miokard infarkti, ishemik insult. Ushbu kasalliklarda kerak bo'lmagan joylarda tromblar hosil bo'ladi. Aspirin esa har bir trombotsit ichidagi maxsus sikloksigenoza bir fermentini bloklash orqali ularni bir-biriga yopishish qobiliyatini kamaytiradi va shu orqali insult va infarkt xavfini kamaytiradi. Aspirin tabletkasi ichganimizdan so'ng tez orada jigar va buyraklar orqali chiqarib yuboriladi, lekin uning ta'siri 7-10 kungacha saqlanadi. Nimaga aspirin tabletkasini har kuni ichishimiz kerak? Biz ichgan aspirin qonimizdagi barcha trombotsitlardagi fermentlarni bloklaydi. Lekin har kuni organizmdan minglab yangi trombotsitlar hosil bo'ladi. Ulardagi trombotsitlarni ham bloklash uchun har kuni biz aspirin ichishimiz kerak. Yuqorida aytgan xususiyatlaridan kelib chiqib xulosa qiladigan bo'lsak, ikkala aspirinning farqi tez ta'sir ko'rsatishida va oshqozonga zarari kamligida. Agar bemor holatdan kelib chiqib bizga tezroq effekt kerak bo'lsa, oddiy aspirin ishlatamiz. Agar bemorda oshqozonida muammolari bo'lsa, avvalgi aspirin ustunroq. Videomiz sizga yoqqan bo'lsa, like bosing, yaqinlaringizga ulashib qo'ying. Keyingi videoda qaysi dori haqida ma'lumot berishimizni izohlarda yozib qoldiring.